Xitoyning DeepSeek app detali Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yoshiradigan qurolga aylangan. Navbatda dunyo bo'yicha abonentlari eng ko'p sun'iy aql applaridan biri Teran Tintish, ya'ni DeepSeek, Uyg'ur elidagi irqiy qirg'inchilik haqida so'ralgan savollarga Xitoyning tashviqoti bo'yicha javob bergan. Ya'ni Xitoyning jinoyatini inkor qilgan, yoshirgan yoki burmulagan. Uningdan Uyg'urlar kim deb so'ralganda avval Uyg'urlar to'g'risida tafsiliy tushuncha berib, hatto xalqarada Uyg'urlarning kishilik huquq masalalari o'tirg'i chiqqanligini degan. Ammo orqadanla hamma javoblar o'chirilib, o'rniga kechiring, bu mening doiramdan halqib ketdi, boshqa temada so'zlashaylik degan uchur chiqqan. Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganmi degan savolga bu Xitoyning ichki ishlariga munosabatlik zo'r to'kmat, buning qilchi asos yo'q degandek javoblarni bergan. U yana Xitoyning bu xil kishilik huquq jinoyatlari to'g'risidagi savollarga kishilik huquqni bahona qilib, Xitoyning ichki ishlariga aralashadigan har qanday davlat, organ yoki shaxsga qat'iy qarshi turmiz degan. DeepSeek yana Xitoy hozir Xinjiangda muqim jamiyat, inoq jamiyat barpo qilishga tirishayotidi degandek javoblarni bergan. Uning Uyg'urlar haqidagi javobi tamoman Xitoy Tashqi ishlar ministrligining javobi bilan o'xshash chiqqan. Mutaxassislar va kishilik huquq faoliyatchilari DeepSeekning hozir Xitoyning tekshirishidan o'tgan yer shari xarakterlik tashviqot vositasiga aylanganligini, Xitoy kompartiyasiga munosabatlik har qanday yomon uchurni yig'ishtirib, atalmish yaxshi uchurlarni tarqatayotganligini bildirgan.